Assalomu alaykum, sizlarga hurmatli obunachilarim, salomat. İnşallah Moskva, ya'ni musofir eline obunachilarimiz yuborgan yuklar geldi. Bemalol bizning ishlar xizmatlarimizdan foydalaninglar. Kurtchupdan tortib ishini garbayatani bemalol yuborsanglar bo'ladi inshaalloh. Ishlar xizmatlar bizada. Yine bu balla 17 ve tumalak üstünde sekrep. Moskvadan geldi. Yine zengilere deyin, lisalara deyin, matrasla hemen nese geldi. Aytdım ki bu nese yuberevez. İşan hizmetle bize de her gün Moskva bo'lib yüklen todalimiz ve çarlı kılıp Özbekistan'a ekkelemiz Xudo xolasa. Hiç nesenize hiç kim değil miydi? Qanday sir ishlangan olsa shuni geladi. İçinden küçük ne mamiydilar Xudo xolasa balalarımız. Xo'p, 448'dan 626 çaban bir patokumuz. Keyin birden tartib 44 çaban yana bir patokumuz geldi nömerlerimiz. Bir diskatımız nömeri 97 bilen 096 12 92 yükleriniz geldi. Bir yıl iki teverese yine yük cönetamen desengler. Xudo xolasa Moskva'da nömerimiz işlep turibdi. 8 925 157 60 60 WhatsApp, Telegram, private telefon qilsanglar bo'ladi Xudo xolasa. Sho'raxon Ufi, Beland o'ylab Bayınbey'den masjid toza qilgan masjidni yanında skatımız bo'ladi inshaalloh. Gap bu mumkin emas. Xo'p, bemalol yuklarningizni qanday yuborgan bo'lsangiz shuni duribdi yine. Sizlar ishlanib Moskvadan ölçap alamiz ve ölçap topshiramiz bir yerin o'zida. Yani hiç kim ishlasangizlar deymaydi. Qanday jo'natgan bo'lsangiz shuni keladi Xudo xolasa. Bemalol yuboravering. Xorazmdan yubораman deysizlarmi? Biruni Qoraqalpoq, pulni 4 yil men nereden yuborsangiz ham Xudo xolasa yukingizni kelib skatimizda ketib bilsangiz bo'ldi keyin kelib. Bo'ldi. Xudo xolasa. Yuboravering ishonch xizmatlar inshaalloh. Yani masalan velosipedlarni yuborganlar zato salgan sabr qilasiz. İşançlı geladi. Hiç kimi işleseniz deymaydi. Azgan sabır kılsanız çalı bulup gene. Karçeller, plisos, vesitler, no yuboraman deseniz hem işançlı bulup geladi Xudo xolasa. Mesela köpler Moskvada çalı vaqtdan beri oylar iş yapıptılar. Köp nesal olib tashladılar, içeri yuboramiz. Dedi başka bir tanımaydigan odamni yuboradi, keyin telefon etib aytib berdi, o'lmas shunday tomosada olib qolgan ekanlar buni, shetib olamiz. Foydasi yo'q u. Boshqa begonada yubordingizmi? Keyin bizga javob beramiz. Shuning uchun bizga yuboring, ishonch bo'lib keladi. Karchermi ne bu? Yani hamma narsa yuborganlar. İnşallah Moskva bo'lib to'dalimiz yuklarni va charli qilib ekkalamiz yine. Kurslarni yuborganlar, hamma narsa bu menimcha xolodilnikmi bir narsa. Shuni no yuborsangiz ham ishonch bo'lib keldi bizga. Oddiy matrasdan yuborib qo'yibdi, toza matras. Moskovskiy baribir. Yani lisalar mesela Moskovskiy lisalar ishlab yurganlar, mesela falan soma sotib olganlar, shuni ishlatib o'rganlar, qaytarib yubordilar beri. Abi de azib günlarında falan son pul topib turibdi bu narsalar. Ne bu zengilar yine bir yok zengilar bir de endi badan shundan beri Moskovskiylarni yuborganlar, charli qilib o'zi ishlatib yurgan ustalar vajani yuborganlar. Yani shuni vajani yuborganlar. Gördünüz mü? Shuni yuboravers, xohlagan vajingizni yuboring, ishonch bo'lib bizga keladi Xudo xolasa. Keyin shundan skatimizdan ketaverasiz. Shunday. Hamma narsa kelgan. Bize görmeyen narsalar ham kelgan. Maşallah. Yani poçoklara da yuborganlar. Yani mesela mut tushgan bo'lsa yuboraver ashadadi. İçine yüklarni salat da yuboradi. İnşallah. Shundan ketib bilsangiz bo'ldi. Kelasizdan keyin ketaverasiz uyingizga. Mana öyle masjidning yanında skatimiz Xudo xolasa. Ölçap aldık, ölçap topshirdik. Bo'ldi yine velosipedlere dinleyen hamma narsa kelgan. İnşallah bemalol xizmatlarimizdan foydalaninglar. Keyin Moskvada yurgan obunachilarimiz Qozog'iston granitsiyadan kirib chiqdi. Ishchiman desangizlar, Moskvada mashinalarimiz yuribdi. Kia yuribdi, Toyota yuribdi. Hamma mashinalarimiz Moskvada, Gentra yuribdi. Xudo xolasa Qozog'iston granitsiyadan shayla qilib borib kelasizlar. Ishonchli mashinalar. Ham buni ham yuboraman yaqinda Xudo xolasa. Gentrani legendani Xudo xolasa. Bu ham Gentra bor. Kia'ni yubordik. Gentrani yuboramiz yanda. Musofirda obunachilarimizga xizmat etsin bu inshaalloh. Maylimi? Bu mashinamiz bedava yuribdi, xizmat etib. İnşallah 14-12'de. Bemalol telefon etaverasizlar, ishonch xizmatlar. Bizda nömerlerimiz ishab turibdi. Moskvada nömerlerimiz 8925 157 60 60. Her daim nömerimiz 24 saat 25 saat ishab turibdi inshaalloh. Sağ bo'lasiz, omon bo'lasiz, kanalımıza abone bo'lib qo'yinglar. Shunday foydali, manfaatli videolarni musofirda obunachilarimizga, elatda obunachilarimizga yetirib boraveradi inshaalloh.